Diqqat xalqim, tezkor xabar. O'zbekistondagi eng tezkor xabarlar boshqacha.uz kanalida. Oltin narxining tushishi O'zbekiston zaxiralariga ta'sir qilishi mumkin. O'zbekiston xalqaro zaxiralarining 87% oltindan iborat bo'lib, ushbu yuqori konsentratsiya oltin narxlarining keskin pasayishi xavfini oshiradi. Bu haqda Xalqaro reyting agentligi xabar bermoqda. Kavkaz va Markaziy Osiyo mamlakatlarining oltin-valyuta hamda suveren tashqi buferlariga bag'ishlangan tahliliga ko'ra, 2026-yil birinchi yarmi yakunida O'zbekiston xalqaro zaxiralarida oltinning ulushi 87% ni tashkil qilgan. Bu dunyodagi eng yuqori ko'rsatkich bo'lsa, Qirg'izistonda oltinning zaxiralaridagi ulushi 80% ga yetgan. Agentlik tahlilchilari oltin zaxiralarining ko'payishi tashqi shoklarga qarshi himoya buferini kuchaytirishga xizmat qilishini, biroq oltin narxlarining yuqori o'zgaruvchanligi sharoitida bu holat ayrim xavflarni ham keltirib chiqarishini ta'kidlagan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna va videoga like bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.